Fan va texnologiyalar universiteti yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor Tursunov Farruh G'ulomovich. Bugun ajoyib bir tadbir tashkil etildi. Men tashkilotchilarga rahmat aytgan bo'lardim. Chunki bugungi tadbirda shunday bir dasturlar tanishtirildiki, talabalarga juda ham katta qiziqish uyg'otdi. Ayniqsa bizda turizm yo'nalishida o'qiydigan, ta'lim yo'nalishida o'qiydigan talabalarimiz ham bor. Mana shu talabalarimizda ham juda katta qiziqish uyg'otdi. Men o'ylaymanki, Bolgariya, Xorvatiya yoki Gretsiya kabi mamlakatlarga talabalar borsa, ham sayohat qilish niyatida, ham ular halol mehnat qilish oilasiga yordam berish uchun borishadi. Bu dastur o'zini oqlaydi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Men ismim Jabbaro Roziya. Men xalqaro aloqalar bo'limi mutaxassisiman. Fan va texnologiya universiteti, o'zim 3-kurs talabasiman. Shaxsan bugungi tadbir haqida gapiradigan bo'lsak, Work and Travel aynan meni loyiham edi. Bu o'quvchi talabalar uchun zo'r imkoniyat deb o'zim shaxsan o'ylayman. Va bugungi tadbirdan kelib chiqib etadigan bo'lsak, juda ham ko'pchilik qiziqish bildirishdi. Aynan buni foydalari, misol talaba o'zini kontraktini bemalol qoplashi mumkin. 3 oyda ham chet elda bemalol dam olib kelishi, ham sayohat qilishi, ham ishlashi, hamda ularning kontraktlarini bemalol to'lab kelishlari menimcha juda ham zo'r imkoniyat deb o'ylayman.